Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Andijonda pora olayotgan mansabdor shaxslar qo'lga olindi. Bugungi videomizda shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, videomizni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Andijonda ikkita korrupsion holat fosh etildi. Noqonuniy yer savdosiga aralashgan mansabdorlar ushlandi. Andijon viloyatida yer maydonlarini noqonuniy tarzda rasmiylashtirib berishni va'da qilgan bir nechta mansabdor shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona vodiysi magistral kanallardan foydalanish boshqarmasi 2-Shahrixon bo'limi 3-gidrouchastkasi boshlig'i chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroga Katta Farg'ona kanali himoya hududidagi 30 sotiq yerni ijaraga olib berish evaziga $40,5 ming talab qilgan. U $20,000 dan $3,000 olgan vaqtida DXX va departament xodimlari tomonidan ushlangan. Tezkor tadbirlar davomida ushbu holatga boshqarmaning yana bir mas'ul xodimi aloqadorligi aniqlanib, u ham pulning bir qismini olgan vaqtida qo'lga olingan. Shuningdek, ushbu yerdan foydalanib kelgan gidrouchastka xodimi ham yerni berish uchun $19,000 talab qilgani ma'lum bo'lgan. Yana bir holat Oltinko'l tumanida qayd etildi. U yerda ta'lim muassasasi direktori avtomaktab foydasiga shartnomani tasdiqlab berish evaziga $15,000 so'ragan. U oldindan $10,000 olgan vaqtida ushlangan. Har ikki holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Manba: darakchi.uz sayti.